Gülçime! Pay bakıp qani. Ha, mana. Gülçimen, tamaq nimişqi teq pişmaydi. Mana hazır. Gülçimen, dadыңызға çay quyun. Ha? Ha, ishkini aç. Ha, Gülçimen, şu ciba mı? Könüp kaldınız mı? Assalamu alaikum. Va alaykum assalom. Keling, o'tiring. Şuci, Ha, tünügün yezdi aşkan yığında neri bir gep olmagandı? Men hatırcam bolanmay, özlerden uqbaqay dep kelişim. hey, gap bo'lmay qolamdi. Bo'sh tursam, heliqi noilik intizom tashrishdan kelgan soltakning xeyli gapi badaq qiladi. Kentki dehqonlarning nomuvofiq seliqlari eshib ketibdi, yey. Namratlarni yulash pulini kent kadrlari ülüşüp yeb ketibdi, yey. Uni qipti, yey, buni qipti, yey. Üstümüzden gap chiqdi. Bunu aşu erkin çaqqan gep aqaçan. Chaqs chaqmamdi. Parvoyim palak. Hey, Ha? yo'qurdan kelganlar kimning uyi kiribdi? Aniqlab baqdinglarmi? Ha, iniqladim, şuci, iniqladim. Tüenki mahallidagi matroz kaskas bilan Salih Kökpitni. Ori mahallidagi Qosim Vayroni bilan Xayrin Soxon Vitvitni uyi kiribdi desizlar. Demak, erkin yo'qurdan kelganlarga mana shularni hol o'qitqizibdi-da. Qarab tursizlar. Bizni g'ojilg'angam ming to'y qizmaydigan bo'lsam. Yo'q. Aldirab yengillik qilib bo'lmaydi. Ondaq deganlari bilan o'zlariga daz ketadigan bo'lsa, chatoqni cho'ng chiqidi shuji. Uningdan g'am qilmang. Yo'qurda bizga soya bo'ladigan ni cho'ng chinarlar bor. Balam, bir iki gün bo'ldi og'zingga hech narsa solmading jinim balam. Ko'ngli tatamdikin deb azroq cho'chiratdim. Ichib baqina balam. Bo'ldi, ishkim yo'q ana. Azroq ichib baqsang-chi balam. Ishkim yo'q bo'ldi qila. At deganda nima xiyol petib o'tirib ketding? Qani javob bera. Nurmamat bilan zodi nima munosabating bor? So'zlamasang yeli baka. Shu boshlang'ich o'rta maktabda o'qigan saboqdosh. Saboqdosh? Rasni damsan yo'q.
Endi surishtirganning nima foydasi? Surishtirma. Men sening ering, bilamsan? Nima ish qilishganlaringni bir-birlab xira qilsan. So'zla. Qiraqig'idek ish yo'q. Las. Bulg'angan nima ekansan o'g'ilsan? Ist. Nima deb og'irdi? Etganda nima parang bu? O'ta bu yoqqa. Urib o'ltirib qo'yma buni. Bundaq buzuqni o'ltirmasam dedim chiqmaydi. Sizmi-chu? G'it qisib yurgan bo'lsangiz mush ish yo'qdi. Men sizga deb qo'yay. Bundan keyin haq bilan yana bulung pushqaqni marishib yuradigan bo'lsangiz, ko'rdigan kuningiz texa oldingizda. Tegi past degandigu. Vafo yo'q sadi. Kelinglar. Ha, nima gap? Qandaq gap bo'lib ketdi bu? Bizga berdigan qutqizish pulini bermaydi-ya bular. O'zlari yeb ketyapti-ya. To'la loz gap qilmaslar. Balamizning mijozi yo'qtirsa, uning bilan kari yo'q. Ya'ni qutqizishning gapini qiladi ama adam. Xudoyim tova. Siz bugun ishxonada jim o'ltirib, av yuqoridan keladigan namratlardan hol so'rash o'migini saqlang. Men yeziga bir berib kelay. Ha? Bo'ladi shoji. Keladiganlarni o'zlari tizimlab bergan tizimlik bo'yicha boshlamdim. O albatta shundoq bo'ladi. Heliqi bizning tuqqanni unutib qolmang. Kelganlarni dehqonlarning uyida bak uzun tutib olmanglar. Chunki ular yana boshqa kentlarga bor demasmi? Ma'qul shoji, Hammasi ma'qul. maktabdami? Ha, mushu ishu. Kirayli. İmdaxon! Bu yoq chiqsizlar. Ha, mana. Ha, tekshiriblar. Ha, tekshiriblar. Tekshiriblar. Qandaq ahvollari obdan turdilimi? Hol so'rab keldik. Ha, rahmat. Az olsa mani. Ha, qani asla. Ishqallah. Ha, tizimlang. Mangal. Ha, qani kelasizlar. Ha, qani. Ha, kirayli. Mushundaq boy oyligim beramdiq. Mushundaq boy oylik bo'lsa qandaq bir narsa to'shaydi. Men har qaysilik ahvolni tushundiray. Bu oila burun bir boy oila edi. Keyin ayollar kesili bilan og'rib qilib puldan qurib ketdi. Chorvalarni setib hammani doktorxonaga to'ladi. Ishonmasanglar qarab boqayli. Ig'ildi yo'lab qo'ymas turolmaydigan ikki tishqoq paxlindan boshqa hech narsa yo'q desizlar. Sizlar undaq desanglar berayli. Berib o'tinglar. Ha, yezinglar. Ma narsani ilib olinglar. Ha. Shojina tuqqinimiz foydasi tegamdika. Shu tegidi ekan. Qani, bu yoqqa. Dadınız qani ukam. Dadam uyda qolgan. Ananızın yürek kesilib ekan. Qutqizish unin bermedi. Nima? Ana!
Hala. Bo'ldi qilaylik yesak yeyli ishmaylik elbika ahmad shuji bilib Vay, xotirjam bo'la adash. Dadam bilan opam shaharga Emimniyaz hokimning uyiga ketdi. Qani qo'sha. Ha. Qo'sha. 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 Qani. Sayildan. Pi! Nimanda ochiqsay bu? Elbika qilong'otimi? Ochiq emas, toza o'xshabdi qo'y. Lazini mushundoqmi salamsan? Bu Laz ko'miga pasning qizi. Say deganga ancha-muncha laz to'g'rimiz qandaq bo'ladi? Mangda gap yondiryapsan? Asanja adash ey, xotiningni biz ko'rib beramsa. Nimanda qilasa? Voy, sen jim o'ltiras, ochiq siqmay. Ursam o'zimni xotinni urdim. O'tirib turinglar, chatan yo'q. Nimanda qiladi bu adash? Sarongmi nim bu? Sarongmi nim bu? Qamlashmidi bu ishi. Bu bizni so'ringa chaqirib qo'yib xotinni urib. Voy. Endi bo'g'liq bo'ldi dedi. South Sunjang yana aşağı aydayotidu. Mening endi bag'im yo'q. Agar pul shundoq cho'ng narsa bo'ladigan bo'lsa, pul topadigan yagi berib, pul tepib kelay. Balam, musafir bo'lib nahladim yurasan. Jahannam qo'yni kangri. Na bo'lsa mayli. Bo'pti. Basang ba. Fikrlaringdan xotirjam bo'l. Yuzingizga nima bo'ldi? Men va'damga vafo qilolmadim. Meni kechiringlar, Mayman. Yo'q, Gulchiman. Hamma gunoh menda. Men vaqtida kelolmadim. Men o'tolay. Tek gapimga javob bermadingiz. Yuzingizga nima bo'ldi? Tunugin oqshom yiqilib tushdim. Yolg'on. Hasanjoda uribdi-ku. Menda yo'chirma. Og'inlardan hammani angladim. Unaqa tayoqdan ta'mini bir titib qo'ymaydigan bo'lsam. Yo'q, unda qilma. U haqiqatan tegil bo'lmaydi. Yo'q, Gulchiman. Siz hamon meni. Men sizning ko'zingizda oqqan bir tomchi yoshni ko'rishdan o'limni o'zal bilaman. Qani bu? Sen tıxıman qavab atamsan. Manga qavash qanday jur'at qilding? Manga qavagan gunoying uchun atlik esa bu dunyoda yo'q. O'lasan. Kimsan a? Nur Mehmet o'xshamamsa? Yolni boshda o'ta. O ölüm tükrazga yolni boşatdi emasmi? Voy jon. Men sen talvini o'ldirib o'tmaydigan bo'lsam. Men seni o'ldiribman. Hayotiga qanday bo'ladigan? Sen tepib baq. Ma'u Gulchiman uchun, Ma'uni tatgan azob uchun, uni xo'rlik uchun. Men seni o'ldirmasam ozdi qiladi.
İşine aç değmen. Aç. Aç. Vay canım balam. Ciğerim balam. Akşamı sağ olsun balam. Aysı değmez. Sağır kızlar çocuğu, sağır kızlar. Yaş ketmez mi balam? İst balam. Balam. Estağfurullah. İst balam. Bu buzuktan kanga kan, canga can amısak bolmaydı Şunda şuna. kılsak bulmaydı o çocuğu. Sakçıga adam ketdi mi? Adam mağdurduk çocuğu. Mağdı. Ketdi. bak Katının emese. maviygi solap koydu. Ay canım balam. Ay canım balam. Ağrım balam. Canım balam. Canım balam. Oğlum sen öldürdün. Oğlum sen Assalamu alaikum. Ve aleyküm esselam. Assalamu alaikum. Ve aleyküm esselam. Ve aleyküm esselam. Neymiş oldu? Oğlum ne? Xotunu öldürüp tuttu karşısına. Ha, qani. Qani, Ha, qani. qani. Meni ıslah. Ben öldürmedim, ben günahsız. Ben adam öldürmedim, ben katil emas. Ben günahsız. Ben adam öldürmedim. Vay balam, akşamı saktı oku balam. Boldu saqçılar ketdi. Boldu qızlarını tutuvarsın. Vay balam. Katil qani? Muş uyda socan, mağalı. Mana socan, hatıl muş uyda. Hey? Yok o. Aktarыңla. Yok ke. Yok ki. Derizden kaçıp da qoğlanla. Bu yerda oyoq izi bor ekan. Shu yerdan qochibdi. Tez.
usta bu gilam qancha pul Bo'ladigan yeri 2000 koy. voy voy nimanda qimmat gilam bu Gilimimga ko'zlar tushgan bo'lsa, haqiqatan maldon edikanlar. Ko'zlari o'tkirgan. Bu gilam o'sha bozor bo'yicha gilamlarning oldi deysizlar. 1500 koy beraymi 1500 koyga kam bo'ladi. Qaraslar buning gullari shundoq sipda. O'rish orqaqlari sap paxta jipdan to'qilgan. Rostini aytsam, menga korxonamda 1500 koyga bitgan deysizlar. Boshqa to'laymiz, ijaraga, bozor boshqarishga bir minch pul to'laymiz. Shunga 2000 koydan kam bo'lib qolsa bo'lmaydi. 2000 koy baslar. ha bo'pti amisa mana pul sanavaslar Ha, to'g'ri ekan. amisi yo'q gapaslar Ha. Qizim, ma'qul amisa gilamga bir qarab ketdingiz. Baytanqi gilamlari hamma gilamlarning oldi ekan. Lekin mavi gilamga chiga aralashib qapti. Qizim, bo'shroq gap qiling. Ustalarning texnikasi, niyat iqboli o'xshamaydi ekan. Siz gilam to'qishni biladigan o'xshamamsiz. Astola, Nereden keldiniz? yezidan. Shaharga o'ynab keldingizmi? Yo'q, ish izlab keldim. Undaq bo'lsa, mening korxonamda gilam to'qib ishlab berasiz. Ma'qul. Ha, kiring qizim, kiring. Ha. Qarang, mana shu mening korxonam. Qizim, bu gilam bitganmidi? Ha, Pah, 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 pah. Nima degan chiroyli to'qilgan gilam bu? Ha. O'tganda men 2000 ko'g'i sotgan gilamga o'pma o'xshash chiqibdi o'g'i. Ha. Qizim, ha. Ashu gilamnimi siz to'qiganmidingiz ya? o'tganda u gilamni bizning korxonada to'qigan davatmamdilar. Qizim, endi rost gapni desam, u gilamni men bir ayoldan 1500 ko'g'i setib olgan. Ashu gilamni men to'qigan. assalomu alaykum Va alaykum assalom. qanday ahvoli o'tganda men olgan gilam haqiqatan esil gilamkan shundoq gilamdan 10 zakaz qilay degan bo'larmi On nima? Uningga mush qizim bir nima desin? Qizim, men jumaga berib kelay. Siz ma'o mollaga, do'konga qarg'ash, puliga chiqsa setib qo'yasiz. Ma'qul. Bu gilamingiz qancha pul 500 qo'y. azanroq bo'lmamdi Azam bo'lmaydi. Bu Gulchiman emas-ku? Voy shu, Ahmad Sho'jining kelin shu. Shukan, Gulchiman degan bir nima shu. Shukan. Mehna xotin. Nasıl Ahmad Sho'ji deyli? Shuji. Qopsila. Hey, nima bo'ldi? Voy bizchi sizning Gulchimanni oyat ko'rib qoldik. Ko'rib qoldik. Qopsizlar. Yuringlar. Yuringlar. Masla. Av yerdagi kalkin nusxaliq gilamni 800 qo'yga sotdim. Ha, bo'pti qizim, bo'pti, rahmat. Ha, rahmat. Obdan qilsiz. Ana, oh yada.
Muшу shu. Mushu. Qaraslar. O'tan qan yo'q. Nima bo'ldi? Nima ish bo'ldi? Nima tutsan? Yo'q. Nima bo'ldi? Nima ish bo'ldi? Sen qatilni yo'shirgan jinoyatchi. Sachqima. Nima ish qilaman saqchiga? Men ya qonun Mana sachqiga gap qilma. Qonunni qilib bo'lib, qashqini qarab bu Mana deyman, ha? Jimdir. Qo'ydan. Mana sachqiga. Bundan degan gap bu. Mana sachqiga. Bo'lmagan buni. Nima ish bo'ldi? Nima ish bo'ldi? Bu erini o'ldirgan qatil. Xo'jam. Muшу shu. Sojan bo'cha erini o'ldirgan qotil. Kira. Mana, apısının amchigini qattiq tishlagan mehmonda yana birisi keldi. Nima jinoyat bilan kirding bu yerga? Mening jinoyatim yo'q. Aqtamak setibsan-da. Aqtamaki degan nima u? Xursandligini eringni o'ldirganmi? Yo'q, erimni men o'ldirmadim. Balli. Eringni o'ltiribsan-da. Haqchan, qara qashliq chiroyli yigitim birsi buzildim degina. Qo'rqma. Qo'rqsang amal yo'q. Endi mushundaq hikoya so'zlab o'limimizni kutib yotadigan gap degina. Bizni atamda Otudu. Bir odamni o'ltirgan odamni otmay qolamdi hukumat. Sen erini qandoq o'ltading? Mana men bag'o, erimni chashqan davrusidan o'ltadim degina. Senchu oshna bilan birlashib bo'g'ib o'ltadingmi ya? Amiz sen eshig'i zahar sep o'ltiribsan-da. Men o'ltirmadim. Men qotil emas. Men gunohsiz. Gulchiman, bu yoqqa chiq. Sen erini qandoq o'ltirding? Yoshlik bilan iqro qil. Erimni men o'ldirmadim, xudo haqqi. Undaq bo'lsa erin qandoq o'ldi? Menmi bilmayman. Aliyatqi bo'lgan chaq. Men uxlamay uni saqlab o'ltirgan. To'satdan eshik chekildi. Bo'lgan ishlanmoqchi, men qog'inni uqmayman. Ama sen nima ish qilsan? Qo'rqib ketib qashqam. Bo'ldi, chiqib ket. Menimcha Hasanni Gulchiman o'ldirdi degan gumon puttasab turolmaydi. Mana bu isbotga qarang. Qonun doktori ziyonkashlikka uchirg'uvchi jigiri yerilib o'lgan degan diagnozni qo'ygan. O'ylab beqing. Ayoli har qanday qattiq vosita qo'llangan taqdirdami, uni jigiri yerilib ketgudek darajada zaxmlantira olishi aslo mumkin emas.
Ondaqda Hasanning qo'lidagi pichoqni qanday tushuntirish kerak? Meningcha Hasan bu pichoqni Gulchimanni qo'rqitmoqchi yoki o'ltirmoqchi bo'lib olgan. Meningcha mo delo sirti yuz bergan. Hasan noma'lum birsidan qattiq tayoq yeb, jigiri zaxmlangan bo'lishi mumkin. Shundaqdimi, haqiqiy qotil tepilib, Gulchimanning gunohsizligi isbotlanguncha, Gulchiman bu delodagi eng chong jinoyat gumondori bo'lib hisoblanadi. Biz bu deloni texmi inchik tekshirib boqaylik. Bo'ladi. Çö. Doda, akam kepti. Ha. Teştirdinlarmı? Qanaroq? Ha? Teştiqmi dada? Tekshirma bolam. Ha, qani. Amin. Allohu akbar. Chiroying o'ngishib qopti dada. Salomat turyapsan. Tinchlik bolam. Sen ketgili xeyli bo'ldi bolam. Ahvoling qandaq? Tinchlikmi? Yaxshi turdingmi? Yaxshi dada, yaxshi. Mau sizning. Rahmat aka. Mau sening. Rahmat aka. Gulchiman, bu yoqqa chiq. Seni birsi yo'qlab kelibdi. Ko'rsang bo'ladi. Sökret. Gulchiman, sökret. Seni necha qatim yo'qlab keldim. Lekin ular faqat ko'rishtirmadi. Saqchilarga yig'lab kelib, aram kirdim. Qandaqroq turibsan? Yomon emas. Dadam yaxshi qoldimi, Zehra? Ha, saqib qoldi. Nurmamatdan xabar bormi? Yo'q, u shu ketganishda kelmadi. Sen tuhmat chaplagan. Ahmad Sho'ja degan munofiqni amalidan tushirib, o'rniga erkinni Dilo o'stirdi. to'g'riliq gap qilma.
kiyimlerimle ağaç geldim. Zehra. Yolunu yerim kılma. Vaqt to'shdi. Selametliğini asra. Zehra. Gülçimen. Vaqt to'shdi. Mang. Gülçimen. Gülçimen. Balam, pulmu tepkepsen? Ko'zimning ochiq vaqtida to'yingni qilib etayli. Anangning ro'yimi qo'shib qolsin. Toyning gapini qo'yay dada. Gulchimanni kelin qilish ajab bizga nasib bo'lmadi. Bizga kelin bo'lgan bo'lsa, bu gullarga qolmasdi. Eri yana uribdimi? O tayoqchi eri sen mangan kunning ahadisi o'ldi. Bechora Gulchimanmi hozir soliq demish. Nimishqa? O Hasanjoda nemisi nem bo'lgan bir kechada o'lib qopti. Ahmad Sho'ja bilan Tojixon bo'dak o'g'limizni Gulchiman o'ltirdi deb saqchiga solatmoqchi bo'lgan ekan. Gulchiman qo'rqib qechib ketibdi. Bechora qechibmi qutlanmabdi. Teg'i bir oyning oldida saqchilar uni tepib olib tutib, solab qo'yibdi. Doklad. Qarang. Doklad başliq. Sirtda birisi odam o'ltirgan edim. O'zimni ma'lum qilib keldim deydi. Uqdim. Hozir chiqaman. Gulchiman, bu yoqqa chiq. Buni qo'lga ololmadim. Ochoqim itilib ketadi. Sen qo'yib berildigan bo'lding. Nima? Men aqlandimmi? Qotil kep o'zini ma'lum qildi. Dokalat bir adam çıkıdı. chiqsang bo'ladi. Nur Mehmet. Siz haqiqiy erkinlikka chiqdingiz Gulchiman. Sizning erkinligingiz meni baxtim. Nur Mehmet. Keldi yana ayrılış peyti, telmiradır kızları kıyalmay. Keldi yana ayrılış peyti, telmiradır kızları kıyalmay. Söygü üçün telpingen yürek, kan yığlaydı vasal tapalmay. Söygü üçün telpingen yürek, kan yığlaydı vasal tapalmay. Tenha kaldı şu muhtalar,
sevip yaşarım